Qizlar o'qish yoqyaptimi sizlarga? Juda yoqadi. Zo'r. Amaliylar qanaqa qizlar? Amaliylari juda ham zo'r. Oldin qo'rqardik qilishga, mustaqil qilishga, keyin o'zlarimiz qilib ko'rganimizdan keyin bemalol hozir ishonch hosil qilamiz. Boshqa joyga ham borib ishla olamiz. Mashalloh. Darslar yoqyaptimi sizlarga? Qay darajada tushunchalar, amaliylar, nazariylar? Juda ham chiroyli tushuntiryapsiz, yetib boryapti. Miyamizga juda ham yaxshi. Amaliylar qila olyapsizlarmi qo'rqmasdan? Amaliylar yaxshisi. Mashalloh. Yoqdimi? O'rgansa bo'lar ekanmi qizlarjonlar? Zo'r. Boshqalarni ham taklif qilsak bo'ladi o'qishga. Endi har taraflama o'rgatyapti. Biznes taraflarini ham, amaliyni ham o'zlari, hamma nimalari o'zlaridan ustozlarni. Mahsulotlar, zulliklar, mana bu hijama mahsulotlari o'zidan. Qiynalib ham o'tirmaymiz. Olib kelyapti, o'zlari ko'rsatyapti. Darslarni tushuntirib berishi bizga juda ham yoqdi. Mashalloh, ko'z tegmasin. Bilimingiz ziyoda bo'lsin. Siz qayerdan keldingiz? Men Xorazmdan keldim. Xorazm. Sizchi? Qayerdan keldingiz? Toshkent. Sizchi? Men Alimkentdan. Sizchi? Toshkent. Bular Toshkent. Hammanglarning xayrli bo'lsin biliminglar. Alloh ziyoda qilsin. Rahmat, o'tsiflar uchun joy. Rahmat. Rahmat.